Bir so'z to'g'ri aytilsa, imkoniyat ochiladi. Noto'g'ri tushunilsa, eshiklar yopiladi. Bugungi dunyoda esa aniqlik muhim, tushunilish esa hal qiluvchi. Lekin biz hali ham tillar orasida yo'qolib qolmoqdamiz. Va bugun biz sizga aynan shu muammoni hal qilish uchun yaratilgan Tilmosh platformasi bilan yaqindan tanishamiz. Noto'g'ri tarjimalar, murakkab matnlar va noaniq ifodalar, bularning barchasi oxir-oqibat fikrning to'g'ri yetib bormasligiga olib keladi. Loyihani 3 yil oldin boshlaganmiz. Yurtimizda qanaqa muammolar bor? Ya'ni sun'iy intellektga oid va biz yechim taqdim oladigan muammo bormi degan savol berganmiz. Ko'p yechimlar kelgan, ko'p muammolar bo'lgan va biz to'xtalgan muammo bu tarjima muammosi bo'ldi. Ya'ni chet eldagi qanaqadir kitob yoki umuman olganda bilimni o'zbek tilida sifat darajada mahalliylashtirish. Bu uchun ko'pchilik endi sun'iy intellektdan foydalanayotgan paytida, ammo o'sha paytda bor yechimlar o'zbek tiliga yaxshi tarjima qilmasdi. To'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib qo'yadi, so'zma-so'z qilib qo'yadi va juda g'alati chiqadi tarjima. Bu muammoni anglagan holda shu o'zimiz qanaqadir sun'iy intellekt modelini o'rgatamiz, o'zimiz ma'lumot yig'ib va sifatni o'zimiz nazorat qila olamiz degan fikr keldi. Shu loyiha bo'yicha ishlash boshladik. Tilmochga o'zbek tilidan tashqari boshqa tillarni ham qo'shganmiz, ya'ni jami 16 ta til bor. Va O'zbekiston hududining o'zida oyiga bizning dasturdan 250 ming nafar foydalanuvchi foydalanadi. Endi biz o'zbek tilidan boshladik. O'zbek tili turkiy til va turkiy tillar oilasi bu lingvistikada o'ziga xos oila sanaladi. Uni o'ziga yarasha modellashtirish nuqtai nazaridan muammolari bor va shu muammoni anglagan holda o'zbek tiliga yaratilgan yechim boshqa turkiy tillarga ham qo'llanishi mumkin. Shu sabab biz o'zbek tilidan keyin qoraqalpoq tilini qo'shganmiz, keyinchalik qozoq va boshqa turkiy tillarni ham qo'shdik va hozir nafaqat turkiy tillar, balkim qo'shni tillarni ham qo'shamiz. Masalan, tojik tili turkiy til emas, lekin o'zbek tili bilan lug'aviy bazasi juda yaqin til va o'zbek tiliga ishlatilgan ma'lumotlar tojik tiliga ham yordam beradi, qaysidir ma'noda. Chunki uni ham qo'shdik. Boshida turkiy tillar uchun zo'r bo'lgan, keyinchalik boshqa regional tillar uchun to'g'ri kelish boshladi. Asosan bizni dastur tarjima qiladi. Shu dasturimizga kirib, xohlasangiz qanaqadir matn, qanaqadir so'zni bilmay qoldingiz yoki qanaqadir eskicha so'z ko'rib qoldingiz, tarjimasini bilmoqchisiz, shunga ishlatishingiz bo'ladi. Blogerlar masalan postlarni tarjima qiladi. Jurnalistlar o'z maqolalarini dublyaj ham qilamiz bir xil videolarni. Ya'ni bu ham sun'iy intellekt orqali dublyaj bo'ladigan narsa. Oxirgi qo'shgan funksiyalarimizdan biri bu fayl tarjimasi bo'ldi va keyin ovoz bilan tarjima qilish. Ya'ni siz dasturga kirib, shu mikrofonga bosib, o'zbekcha yoki o'ziga mos tilni tanlaysiz va dastur sizga uni tarjimasini beradi. Endi boshqa yechimlarda bu bo'lishi mumkin, lekin bizning til uchun yaxshi moslamagan bo'lishi mumkin. Yani biz taqdim qilgan narsa sifat borasida yaxshiroq. Bilamiz, hozirgi kunda sun'iy intellekt jadallik bilan rivojlanyapti. Va har kuni yangi ilmiy tadqiqot namunalari e'lon qilinyapti. Biz ham ulardan orqada qolmagan tarzda eng so'nggi zamonaviy arxitektura va modellar bilan ishlaymiz va bu bilan Tilmochni har doim yangilab boramiz. Bularga misol qilib katta til modellari, ya'ni LLMlar, NLLB yoki shularni asosida yotadigan transformerlar arxitekturalarni misol keltirishimiz mumkin. Qolgan model yoki arxitekturalardan asosiy ustunlik tarafi ular gapning yoki matnning semantik ma'nosini juda yaxshi o'rganadi va bizga bu borada juda ko'p yordam beradi. Boshida biz nashriyotlar bilan ishlaganmiz. Kitob tayyorlash uchun kerakli bo'lgan har xil dastur yechimni qilib berganmiz. Keyinchalik jurnalistlar bilan ishladik. Keyinchalik hujjatlar bilan juda ko'p ishlaydigan xodimlar bor. Ular kuniga 20-30 ta hujjat tayyorlaydi. Qanaqadir xato ketib qolishi mumkin hujjatlarida.
muammo bo'lishi mumkin. O'shalar bilan ishlab ko'rdik. Bora-bora dasturimizdan biz kutmagan auditoriya ham foydalanish boshladi. Misol uchun biz kutmagandik, tibbiyotga oid qanaqadir tashkilotlar biz dasturdan foydalanib, biz o'rgatgan ma'lumotlar orasida tibbiyotga oid ma'lumotlar ko'proq bo'lgan va oxirida boshqa ichimlarga qaraganda aynan tibbiyot yaxshi sifatli bo'lib chiqqan. Keyinchalik ko'ramiz, tibbiyotga oid institutlar, misol uchun sanepidemstansiya, urologiya markazi, o'shalar bizni dasturdan foydalanayotgan. Ularning asosiy use case bu masalan xorijiy adabiyotni o'zbek tiliga tarjima qilish. Bu soha bizda menimcha Markaziy Osiyoda eng ko'p mahalliylashayotgan soha aynan o'zbek tili. Boshqa qo'shni davlatlarda bunaqa e'tiborni ko'rmaganmiz aynan bu sohaga. Keyingi soha masalan geologiya sohasi bor. Geologiya endi bu biz endi industry deymiz, sanoat. Yerda atamalar tarjima qilish, qanaqadir jarayonlarni hujjatlashtirish juda muhim narsa. O'shda ham ko'p tashkilotlar bizdan foydalanishadi. Aynan hujjat tarjima qilish, matn tarjima qilish. Bizda ma'lumotlar yig'ish jarayoni asosan tillar kesimida bo'ladi va biz loyihamizga qaysidir tilni qo'shishni rejalashtirsak, o'sha tilga doir birinchi ma'lumotlar ombori topiladi va o'sha ma'lumotlar omboridagi har bir ma'lumotni ruscha va inglizcha versiyalarda topishga harakat qilamiz. Asosan hozirgi kunda biz kitoblar va maqolalar bilan ishlaymiz. Sababi kitoblar tarjima qilinganda shunchaki so'zma-so'z emas, ma'no jihatdan tarjima qilinadi. Shu sababdan kitob va maqolalar bilan ishlash bizga hozirda juda qulay. Kitob va maqolalardagi tarjimalar asosan inson tiliga yaqinroq bo'lgani uchun biz hozirda modelimizni yaratishda shulardan foydalanmoqdamiz. Google Translate'dan olgan tarjimangiz natija beradi, lekin juda sifatli bo'lmaydi. Shu sababli siz unda so'zma-so'z tarjima ko'rishingiz mumkin, lekin Tilmochda esa chuqur tushunish, o'sha kontekstni aniqlash hamda mahalliylashtirish funksiyasi orqali sizga yaxshi tarjima olishingiz mumkin. Undan tashqari, hozirda Google Translate va Yandexga nisbatan Tilmoch o'zbek tilida 2 barobar yaxshi natija olib keladi. Present Award degan tanlov bo'lgan. Menimcha Markaziy Osiyoda eng katta sovrin jamg'armasi bor tanlov. 2023-yil tanlovda yutganmiz. Sun'iy intellekt bo'yicha birinchi o'rin olganmiz va bizga mablag' berishgan. Yutilgan grantga keyin loyiha ustida ishlash boshlaganmiz. Yutilgan paytdan keyin endi sizning maqsadingiz loyihani qanaqadir yakuniy ko'rinishga olib kelib, qanaqadir biznes model topib, uni pul keltiradigan darajaga olib chiqib, keyingi etapga o'tishingiz kerak. Pul yutilganda endi hech qanaqangi tashqaridan investor bo'lmaydi, siz faqat bo'lasiz, loyihani egalari bo'ladi. Keyinchalik biznes modeliga o'tilgandan keyin pul ko'tarish kerak bo'ladi. Yaxshi startap baribir sizni sevdirishi kerak. Menimcha eng yaxshi startaplar bitta yuzerni sevdirgandan keyin 10 ta yuzerni sevdiradi, 100 ta yuzerni sevdiradi. Xuddi shu foydalanuvchilarni sevdirgan B2C startap sifatida Tilmoch mana ko'nglimdan joy olgan. Shundan keyin bu startapga biz investitsiya kiritishga qaror qildik. Jami $150 ming investitsiyani 3 ta venture fond sindikat sifatida yig'ib berishga qaror qildik. Birinchi investitsiya Aloqa Ventures tomonidan yetakchi investor sifatida taklif berildi. Bu $600 ming miqdorida biz o'zimiz mana kiryapmiz dedik. Keyin IT Park Ventures $40 ming qo'shimcha investitsiya berdi va Yoshlar Ventures, ya'ni bu startapni Muhammad Saidning yoshi 30 yoshgacha bo'lgani uchun bu startapda 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun biz $150 ming miqdorini sindikat sifatida yig'ib berdik. Bizda obunaviy tizim, siz oylik obuna bo'lasiz, har oy to'lov qilib turasiz va ko'proq tarjima qilishingiz mumkin. Bizda endi har xil imkoniyatlar qo'shilgan pulli tariflarga. Aksariyat foydalanuvchilarni bepul tarif ishlatgandan keyin pulli tariflarga ularni o'tkazish qiyin narsa, lekin o'zi O'zbekiston uchun qanaqadir dastur uchun pul berish endi odat tusiga kiryapti. Boshlashimizda qiyin bo'lgan bu, lekin keyinchalik hozir ko'ramiz, ko'pdan ko'p foydalanuvchilar, ya'ni internetni telefon orqali tanigan foydalanuvchilar ham ishlatish boshlayapti. Ya'ni bu yaxshi signal. Men endi kichkinaligidan beri dasturchilik ichida yurganim uchun birinchi kompyuterdan, internetdan foydalanganman. Keyinchalik ana hozirgi yangi avlod endi telefondan foydalanadi. Mobile first deydi. Ya'ni ular ham shunaqangi onlayn servislarga pul to'lash o'rganyapti. Bu yaxshi narsa. 10-15 yilda agar hamma xorijiy brendlar kelishi bilan, ya'ni obunaviy tizimda ishlaydi hammasi. Bu narsa odat tusiga shakllansa, balkim bizda ham pulli foydalanuvchi soni ko'payar. Birinchi boshlab berishimiz kerak. Kimdir boshlab buni biznes model sifatida tanishtirsa,
odamlar ham bunga o'rganadi. Ertaga xalqaro AI tool'larni ishlatganda, AI instrumentlarni ishlatganda bu yerdagi baza va bu yerdagi ML machine learningni yaxshi ishlashi bizdan tashqari masalan ko'plab chet el Telegram founderlari tomonidan qiziqish bildirilgan, Yandex'ni founderlari tomonidan biz Tilmochni founders Muhammad Saidni AQShga jo'natdik. Hozir kelajakda biz bunda potensial ko'ryapmiz va bu o'zbek tilini bir tomondan jahon miqyosiga olib chiqish uchun tayyor boyitilayotgan baza bo'ladi va sekinlik bilan bu tool'lar kelajakda yaxshi integratsiya qilish mumkin. Shu narsani men o'zimda umid sifatida qarayapman. Bu birinchi o'zbek tilini rivojlantirish, ikkinchi tomondan albatta bizni tijoriy maqsadimiz bu startapga kiritilgan investitsiyamiz qanchadir miqdorda o'sishini biz prognoz qilyapmiz. 250 ming nafar foydalanuvchi endi bu biz uchun katta son. Endi buni 0,5 million, 1 millionga chiqarsa bo'ladi. Startap deb o'zimiz atashimiz uchun biz boshqa bozorlarga ham chiqa olishimiz kerak. Boshqa bozorlarga chiqib, xuddi shu biznes modelni takrorlay olsak, masshtablashadigan startap deb o'zimiz ata olamiz. Ya'ni startap asosiy startap qiladigan narsasi bu o'sish sur'ati. Qo'shni davlatlarimiz bor, masalan, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon davlatlari bor. Oxirgi yarim bir yil biz aynan shu bozorlarga chiqishni reja qilyapmiz, yoki chiqish boshladik ham. O'zbek tiliga qilingan hamma ishlarni aynan har bir davlat uchun ham, har bir til uchun qilib berish kerak. Qilib, modelimizga bu tillarni qo'shib, va o'sha bozorga kirishga harakat qilyapmiz. Bu ham endi bir startap noldan qurgandek gap. Boshqa bozorga chiqib, uni sotmoqchi bo'lsangiz, xuddi noldan boshlayotgandek bo'lasiz. Shuningdek, hozirda o'sha global loyihaga chiqish jarayonida custom MIT translation tarjimonlar uchun o'zimizni loyihalarimizni global darajaga olib chiqmoqdamiz. Yuqorida aytib o'tilgan modellarga biz o'zimizni maxsus yig'ilgan o'zbek tilidagi ma'lumotlar to'plamimiz bilan o'qitamiz va biz qolganlardan ko'ra sifatliroq va yaxshiroq o'zbek tili uchun tarjima modellarini ishlab chiqaramiz. Tilmoch shu sabablarga ko'ra qolganlardan ustun turadi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Google yoki Yandex ular butun dunyo tillarini qamrab olsa-da, lekin kam resurs tillar uchun juda bir yaxshi natija bermaydi. Tilmoch esa bu yechimlarni o'z ichiga qamrab oladi. Risklar bor. Oxirgi paytda O'zbekistonda ChatGPT, Cloud yoki Gemini ishlatilishi ancha faollashgan. Bu sun'iy intellektni tool'larni ishlatganingizda ertaga o'zbek tilidagi ma'lumotlar almashtirib bu yerda accuracy deydi, ya'ni startapni aniqlik miqdori ularda oshib borgan sari bizni startapimizga xavf tug'dirishi mumkin. Shunaqa risk bor. Asosiy risk o'zbek tilidagi segmentidagi userlarni, ya'ni foydalanuvchilarni sun'iy intellektda faol ishlatilishi va ularda har safar update chiqqanda biz unga yetib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun boshqacha sun'iy intellekt tool'larini bu startapda userlarni olib qo'yish ehtimoli bor. Ko'p startaplarni IT'da o'qiydigan bolalar qiladi. Maslahatim, IT'dan boshqa qanaqadir sohani o'rganish kerak. Bu soha zerikarli soha bo'lishi kerak. Chunki zerikarli sohada muammolar juda ko'p bo'ladi. Ana aytganimdek, geologiya bo'lishi mumkin, agrotexnologiya bo'lishi mumkin, ya'ni agrikulturada ko'pchilik ishlagingiz kelmaydi, lekin ichiga kirsangiz juda ko'p muammolar bor, hech kim buni yechmagan yoki avtomatizatsiya qilmagan. Bunaqa sohalar ko'p. Ya'ni kamchilik eslaydi, lekin o'rganib chiqsangiz juda katta bozor bo'ladi. Hammani ishi avtomatizatsiya qilinmagan va qanaqadir yechim talab bozor bo'ladi. O'sha bozorda soha ekspertiga aylansangiz bo'ladi. Endi hozir qanaqadir sohani o'rganish bu unaqa qiyin narsa emas. 3-4 oyda o'sha soha bo'yicha yaxshi bitta ekspert bo'la olasiz bo'ladi. O'sha soha vakillari bilan gaplashib, o'sha sohani o'rganib, yechim qila olasiz. Internetda maksimum 30-40% kontekst olsangiz bo'ladi. Qolganini baribir odamlar bilan gaplashasiz. Ya'ni bu yerda hozir ikkita challenge bor. Ya'ni qanaqadir zerikarli sohani tanlash bor, ikkinchisi odamlar bilan gaplashish bor. Shu ikkita challenge agar eplay olsangiz, siz qanaqadir yaxshi startap yaratib olasiz. Investor birinchi savol qo'yadigani bu startapga $1 tiksa, $1 qanchadir muddatda qancha dollarga aylanishi mumkin? Mana shu bizni qiziqtiradigan asosiy savol. Va uni foydalanuvchilari, metrikalari deymiz, foydalanuvchilari, to'lovlari yaxshi oshishi metrikalari har doim startapni yangilikni tashqi omillardan himoyalovchi mods deydi yoki o'sha
defensibility deydi ingliz tilida, ya'ni boshqa bir kompaniyalar bu narsani bittada yaratib produktimiz yo'q qilib yuborishi mumkin bu. Shunaqa narsalarni inovatga olib biz risk qilamiz. Shu $1 5 dollar qilib bersa, biz $100 qilib ber demaymiz. Shu 5x oshsa ham, masalan 6x oshsa ham biz buni ko'rib chiqishimiz mumkin.